Ozish setida yashil dren bo'ladi. Mana bu qizil drenni o'zim uchun oldim, chunki buni alohida olasizlar. Ozish setiga mana shu xolasanglar, bunga bandichni olsanglar bo'ladi. Hozir buni ochamiz, chunki ishdan keldim, qornim ochdi, og'ir ovqatli yeb uxlamayman deb boshqa kokteyl ichamiz. Kokteyl tayyorlab ichishdan oldin esa bizani yoshlik eliksirimiz hamda juda ta'rif beramanki, bizani insulinimiz tushiradi. Bundan ichib olamiz. Vkusiga dahshatli. Trubочkalari bor. Juda ham oson. Ochilishi ham va mana bismillah. Bu bizani insulinimiz tushiradi. Homiladorlikda ham mumkin o'sha choqarga ichib qo'yamiz. Faqat ovqatni o'rnini bitta kokteyl bosadi. Zato semirmaysizlar. 2 xatda so'ylayman. Men mashinada ko'p yuraman.